600-700 kilogrammli angus qo'ydim kecha katta akkauntga. Ko'p odam kommentariyaga yozdi, "Hali bu tayyor emas" deb. Men tushunmadim. O'zi mol qachon tayyor bo'ladi, qachon so'ygan ma'qul? Necha kilogramm so'ygan paytda parodniy mol, simental, angus, chorniy pyostrni ham kiramiz. Necha foizdan beradi o'zi? Siz realligiga yaqinlashtirib kommentariyaga yozib qoldiringlar, tushunmadim. Masalan, mening o'z mollarim o'rtacha 400, 410, 420, 430, 450 kilogrammgacha mana shu 4 ta parodniy molim. Men bularni hozir kunda so'ysam, bugun ertaga mana shu 220, 230 kilogramm go'sht beradimi, bermaydimi? Parodniy mol. Orqalarini ko'rishlaringiz mumkin mana. Orqalarini mana. Nima deb yozasizlar kommentariyaga? Fikr bildiringlar. Chorniy pyostri yaxshi xo'p, 50% bersa ham okey. Ya'ni 300 ga 150 bersa. Simental anguslar kechagi 600-700 kilogramm keladigan angusni 330 rubldan menga taklif qilishyapti. 50%, 55% bersa menga qoplamaydi, aniq puli chiqmaydi. 60 dan ziyod berish kerak deb yozsam, u bermaydi, hali tayyor emas. Rossiyada akalar, Rossiyada yaxshilab eshitinglar. Rossiyada eng zo'r go'sht 200 dan 300 gacha bo'lgan go'sht kilogramm. Ya'ni 200 kilogramdan 250 kilogrammgacha dar, shunaqa desam bo'ladi. Shunaqa go'shtni bular yaxshi ko'rib yeydi. Ya'ni 400, 500 O'zbekistonda 600 kilogrammli go'shtni bular yaxshi ko'rib yemaydi. U qotib ketgan deydi. U dolga juda ham kech pishadi deydi. Yaxshi go'sht emas deb biladi bular, ruslar. O tatarlar ham, ruslar ham shunaqa. Eng zo'r kategoriya 200 dan 300 gacha chiqish kerak mollaringiz. Hozir men bularni 800 kilogramm bir tonna qilib boqsam, menga где-то 600 kilogramm go'sht bersa, u go'sht tarafidan odam olmaydi. Kerak emas deydi, u qatib ketgan go'sht menga umuman kerak emas deydi. Tushunmadim, nima qilish kerak o'zi? Molni o'zi qanaqa kilogrammda so'ygan ma'qul? Kommentariyaga yozib qoldiringlar.